Assalomu alaykum do'stlar. Men tog'daman. Tanadagi suv yig'iladigan insonlar borki, buyragi orqali shishib ketadigan, umuman tanasi ortiqcha suvlar yig'ilib ketadi, qoringa suv yig'iladi, chiqara olmaydigan inson, oyog'i suvlashib ketadi, shishib ketadigan. Giyoh topdim, o'rtoqlar, giyoh topdim. Bu polevoi xuvosh ekan do'stlarim. Mana polevoi xuvosh. O'sishini ko'ryapsizmi? Juda chiroyli o't. Buni turdoshlari bor, adashtirmanglar. Mana shuni 40 mana shunchadan. Mana shunchadan bir osh qoshig'ini olasiz, 250 gram, 300 gram suvga 1 soatga damlaysiz. Tindirib dakadan suzib olib ichasiz do'stlarim. Bir kunlik nimasi shu. 15 kun ichasiz, bir hafta 10 kun dam olasiz. Ya'ni 15 kun ichish mumkin do'stlarim. Tanaffus bilan ichsangiz bo'laveradi do'stlarim. Tanaga davo do'stlarim. Aynan suv yig'ilgan insonlar mana ichsin tabiiy ravishda. O'rtoqlar, buyrakdan yig'ilgan suvlarchi tanadagi barcha ortiqcha suvlarni chiqargani mana polevoi xuvoshni shaxsan o'zim teryapman do'stlarim. Said Olimxon tabib. O'rtoqlar, tog'damiz do'stlar, sizlar uchun. Xudo xohlasa bularni qirqib salapanchilarga solib, sizlarga inshaalloh yetkazib beramiz do'stlarim. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Bosinglar gazini. O'zlari maxsus tog'ga chiqib, sizlar uchun mehnat qilib, giyoh teryapti, ko'rdingizmi? G'ulomjon 93 guvoh mana.